Da'vogar Aliyeva. Javobgar Aliyev Suhrob bilan ajrashishingizga qanday sabab keltira olasiz? Hurmatli sudya janoblari, men erim bilan ortiq yashay olmayman. Na tuzuk pul topadi, na bizni boqa oladi. Meni-ku gapirmasa ham bo'laveradi. Xullas kalom sizdan iltimos, bizni tezroq ajrashtirsangiz. Tushunarli, o'tiring. Javobgar Aliyev, marhamat. Nega da'vogar Aliyeva bilan ajrashmoqchisiz? Kuni bo'yi bitta savol uxlatmadi tonggacha, sabrim yetib bormadi o'ylayverib javobgacha. Yorim ko'ngli bo'lgan ekan oz bo'lsa ham zarracha, yo yolg'onmidi so'zlari, ishondim shu kungacha. Menga bergan va'dalari bitta yodimda, qay ahvolda bo'lsam bo'larman deganda yonimda. Endi sevgi parchalanib ketmoqda ko'z oldimda, ne qilarim bilmay hech narsa kelmadi qo'limga. Sevgi deganlari birdan yo'q bo'larmi, yoki qiymati shuncha arzon bo'larmi? Sevishganlar bir-biridan tez to'yarmi? Yor degani shunchalar oson kecharmi? Sevgi deganlari birdan yo'q bo'larmi, yoki qiymati shuncha arzon bo'larmi? Sevishganlar bir-biridan tez to'yarmi? Yor degani shunchalar oson kecharmi? Nechagina kulib turib yurgan edi mehribon, bugun esa zarracha mehr ko'rmadim men tomon. Barcha ayb menda bo'lsa mayli bo'lay men yomon, hech bo'lmasa xayrlashib ketib qo'yay bo'lamon. Shuncha maktublar yozdim, lek bitta ham yo'q javobi. Bunchalar og'ir bo'lmasa bevafo yor azobi. Nur sochar ekanmi yo'llarimga sevgi oftobi. Yuragimni ezar tinmay savollarning girdobi. Sevgi deganlari birdan yo'q bo'larmi, yoki qiymati shuncha arzon bo'larmi? Sevishganlar bir-biridan tez to'yarmi? Yor degani shunchalar oson kecharmi? Sevgi deganlari birdan yo'q bo'larmi, yoki qiymati shuncha arzon bo'larmi? Sevishganlar bir-biridan tez to'yarmi? Yor degani shunchalar oson kecharmi? Oynadim, achchiqlasmasinlar. Pul kerak bo'lsa, mana pul. Oxirgi savolim. Qaroringiz qat'iymi?